Hürmetli televizor qarawçılar, Sabah Dulqınları televiziyasının kişki tapşırıların sizning təbriklәү xatlarından tizilgan Jırlı Bulak deb isimlengen muzikal tapşırığımız davam ete. Ham men studiyamizga kelib erishgan birdan-bir qutlov xatına ko'z salam. Sabah rayoni İleber avlanda yaşavchi Ahmet Shina Venera Galixandr qizi 15 sentyabrda 50 yoshlik yubileyin belgilab o'tdi. Qadrli kelinimiz, seni yubileyin bilan qutlab, g'umrning eng uzunin, baxtning eng zo'risin, şadlıqның eng ulisin tileybiz. Qaygı hasratga birishmey, hamon shulay kuchli ruhli ham yordamchil, izgi ko'ngilli balalaringning ham iniqlaringning igiligin ko'rib uzoq yasharga nasib bo'lsin. Rahmatlarga ham rahatlarga tirinib yasha. Har vaqtda shulay shad, kulyach yuzli, izgi ko'ngilli, ehtiramli, ig'tiborli bo'lib yasharga nasib bo'lsin. Xudoy Teala parlı, mol turmush nasib etsin o'zingga. 50 yaşın kelib eshik qoqqach, mindim dema yoshning to'rine, ko'nglingda qolsin yosh shuvag'i, g'umr o'ta deb so'rilma. Qutlu bo'lsin sening tug'an kuning, shodlik bilan o'tsin har kuning, qirishniqi bo'lsin tozalig'ing, quyoshniqi bo'lsin g'umring. Eng izgitliklar bilan seni yaratib, hurmat etib, Sabah rayoni İleber avlanda yaşavchi ining Ahmet Shin Rafislar oilasi deb nuqta qo'yila. Ham aligi tilaklarga Sabah Dulqınları teleradio kompaniyasining ijod turkumida bek tilab qo'shila. Sizni yubileyingiz bilan qutlab, yaqinlaringizdan muzikal bo'lakni topshiramiz. Ey, xatirsiz, metrushka solarga unutganman ekan. Hey, qarshi, qartayding shul endi. Bar edi bit sening de kibik matur şaqlaring ha. Tabiatni har kunida жылы аяз тыйыла. Quyoshi agarda surilmagin bo'lsa, tadimi yashargada yasharga g'umrlar tik bir-birilar qarin kerak belarga. Tadimi yashargada yasharga g'umrlar tik bir-birilar gurlab kerak yasharga. Ko'kka uchgan turg'aylarini sog'inib nega yilarga yonda sanduqashlar soyiri ko'ngilni yuvatirgan. Tadimi yashargada yasharga g'umrlar tik bir-birilar qarin kerak belarga. Tadimi yashargada yasharga g'umrlar tik bir-birilar gurlab kerak yasharga. Tuğanlar son selamet, şu zor baylık dünyada. Nik beyimi yoldurik bir, keşler barda janlarda. Tadimi yashargada yasharga g'umrlar tik bir-birilar qarin kerak belarga. Tadimi yashargada yasharga g'umrlar tik bir-birilar gurlab kerak yasharga. Tadimi yashargada yasharga g'umrlar tik bir-birilar
Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм тормышны яратып яшәгез.